Agarda siz o'zingizni professional trader yoki investor deb bilsangiz trading jurnal tutmasangiz, demak xato fikrlayapsiz. Sababi professional traderlar omadga asoslanib emas, tizimli savdo qila olish orqali boshqalardan ajralib turadi. Salom insiderlar, men ismim Shohjahon. Bugungi videoroligimizda boshlang'ich traderlarning eng katta xatosi va professional traderlarning eng kuchli tomoni haqida gaplashamiz. Siz har qanday narsani ignor qilishingiz mumkin, lekin faktlarni ignor qila olmaysiz. Masalan, professional traderlarning 80% dan ko'prog'i trading jurnal tutishadi va shuni hisobiga 20-30% kamroq impulsiv qarorlar qabul qilishadi va stressni 23% ga ko'proq boshqarishadi. Va ikkinchi tomonda trading jurnal tutmaydigan traderlar, savdogarlar ko'proq xato qilishadi va 80% holatlarda bu xatolarni tushunishmaydi va qayta qatorlarini qilaverishadi. 6 oy ichida 90% traderlar shu sohani tark etishadi, chunki u yerda foyda qilisha olmaydi, tizimlashtirishmagani uchun. Sababi 10 ta rejali savdo 100 ta tasodifiy savdodan yaxshiroq. Bunga yaqqol misol, masalan, siz mana tradingni o'rgandingiz, hozirgi paytda ishlayapsiz, lekin xatolarni qayta qilyapsiz. Agar xatoingizni bilsangiz, kommentariyada bu bo'yicha yozib keting. Agarda xatoingizni bilmayotgan bo'lsangiz, sizga albatta trading jurnal kerak. Chunki sizdagi bo'layotgan jarayonni o'lchaydigan, bu yaxshi tarafga ketyaptimi, yomon tarafga ketyaptimi, uni belgilab beradigan yagona narsa bu trading jurnal hisoblanadi. Va bu orqali siz o'zingizda bo'layotgan muammolarni topishingiz va ularni hal qilishingiz mumkin bo'ladi. Va ushbu videorolikda men sizga o'zim yasagan Notion orqali qilingan trading jurnalimni tanishtiraman. Bemalol undan ko'rib, o'zlaringga xulosa olsalaring bo'ladi. Bu bizni trading jurnalimizning asosiy interfeysi hisoblanadi. Biz trading jurnaliga kirgan paytimizda bizni birinchi kutib oladigan narsa bu dashbord. Ya'ni dashbordda siz asosiy bo'layotgan holatni, bozordagi, sizning akkauntingizdagi va o'zingizning savdolaringizdagi bo'layotgan holatni bemalol ko'rishingiz mumkin. Va bu birinchi o'rinda bizda nimada? Sizning akkaunt balansingizda ko'rinadi. Bu grafik orqali siz kunlik, haftalik, oylik yoki bo'lmasam RRDga holatingizni ko'rishingiz mumkin va bu ko'rsatib turgan grafik bu balans hisoblanadi. Ya'ni bu tepaga ketayotgan bo'lsa, sizning savdolaringiz yaxshi. Va undan tashqari keyingi bo'limda bozor holati hisoblanadi. Ya'ni hammasini qisqa tushuntirib ketaman. Undan tashqari agar sizga ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyga yozsangiz, ularga alohida to'xtalamiz. Bu yerda bozor holati, futures, bondlar, forex holatlarida vizualni ko'rib turishingiz mumkin. Nimaga men bularni qo'shganman? Chunki agarda siz trading jurnalga kiradigan bo'lsangiz, boshqa narsaga umuman chalg'imaysiz. Faqat shu yerda o'zida sizga nima kerak bo'lgan bo'lsa, hamma narsani topasiz. O'z ustingizda ishlash bo'yicha ham, moliya bo'yicha ham, savdolar bo'yicha ham hamma narsa shu yerga integratsiya qilingan va bu juda ham katta baza hisoblanadi. Bu yerda aytib o'tganimdek, grafikni ko'rishingiz mumkin. Undan keyin bozordagi eng top storieslar, ya'ni yangiliklar va har bitta paralarda, aksiyalarda bo'layotgan holatlarni bu real time data bilan, ya'ni hozirgi real vaqt bilan ko'rsatib beradi. Undan keyin bu trading jurnalimiz, biz asosiy qurolimiz, instrumentimiz. Bu yerda siz qilgan har bitta jurnalistingizdagi tredlaringizni vizualni ko'ra olasiz. Buni tredlarda ham, ochilgan pozitsiyalar bo'yicha ham qilishingiz mumkin. Xo'p, undan keyingi bo'lsa bu trading xulosalari. Ya'ni bu hafta qanaqa ketyapti, bu oyda qanaqa ketyapti, har bittasini kunma-kun alohida qiladi. Keyingi bo'limimiz bu trading jurnal bo'limi, ya'ni bizni asosiy foydalanadigan jurnalimiz hisoblanadi. Bu yerda siz real time'dagi trading view'dan kelingan interfeys orqali bozorni kuzatishingiz, agarda shu yerda siz savdoda qo'shmoqchi bo'lsangiz, savdoga kirmoqchi bo'lsangiz yoki uni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, shu yerda o'zidan skrinshotlar qilib, shu yerda o'zidan analiz qilib, bemalol qo'shib ketaverasiz. Ya'ni alohida trading view'ga o'tishingiz yoki boshqa joylarga sarson bo'lishingiz shart bo'lmaydi. Bu uchun yagonaga bitta savdo qilishni bosamiz. Bu yerda o'zimizda tredimiz, misol uchun deylik, Apple bo'lishi mumkin, boshqa yevro dollar bo'lishi mumkin, hammasini qaysi biri sizga qulay bo'lsa, qaysini trade qilmoqchi bo'lsangiz, o'shanga kirasiz. Bu yerda 30 dan ortiq bo'limlar bor va bu bo'limlarni siz qanchalik ko'p to'ldiradigan bo'lsangiz, ya'ni hammasini to'ldirish shart emas, lekin agarda siz hammasini to'ldiradigan bo'lsangiz, bu sizga o'zingizni trading holatini va xatolaringizni birma-bir detallarigacha ochib berishga yordam beradi. Va bu yerda bizni kutayotgan biasimiz qanaqa, bozor holati, undan tashqari sessiyalar, entry, key levellar hammasini kirgizib, risk rewardlarimizni kirgizib chiqamiz. Chiqarganimizdan keyin bu yerda bizning tredlarimiz saqlanib qoladi va boshqa bo'limlarga integratsiya bo'lib ketadi. Va bu yerda o'zida sizda yangi savdo qo'shishdan tashqari strategiya bor. Ya'ni hamma har xil strategiyadan foydalanish mumkin. Kimdir klassika, kimdir SRT, kimdir ICT yoki Fibonacci. Shuning hisobiga o'ziga ishlaydigan modellarni bu yerga qo'shib ketishingiz mumkin va trade qilayotgan paytingizda qaysi model orqali siz savdoga kirayotganingizni belgilaysiz. Va bu sizga nima beradi? Qaysi modelda siz ko'proq profit qilyapsiz, qaysi model o'xshamayapti. Shularni ajratib olib turib, kuchli modellar ustida qaytadan yana ishlashingiz, kuchsiz modellaringiz yoki ishlamayotgan modellaringizni olib tashlashingiz mumkin bo'ladi. Keyingi bo'limimiz bu sistema bo'limi. Ya'ni umumiy holatda biz qanday ketyapmiz, qayerga ketyapmiz, bizda nimalar o'xshayapti, nimalar o'xshamayapti. Bu yerda forex bo'yicha ham, kripto bo'yicha ham, aksiyalar bo'yicha ham har bitta yo'nalishda qilishingiz mumkin bo'ladi. Akkauntlar bor, akkaunt hisoblari bor,
qaysi modellar o'xshayapti, akkauntda qancha foyda, qancha zarardasiz, qaysi sessiyalarda siz ko'proq ishlayapsiz va undan tashqari qo'shimcha yana kuzatishingiz mumkin bo'lgan sahifalar bor. Deyarli 30 taga yaqin umumiy holatda. Bularning har bittasini siz chuqurlashib foydalansangiz bo'ladi. Professional treyderlarga yana bitta xos narsa bu backtesting hisoblanadi. Chunki siz qaysidir modelda sinayotgan bo'lsangiz, qaysidir parani o'ziga qo'shayotgan bo'lsangiz, albatta backtesting qilishingiz kerak. Agar siz backtesting qilmaydigan bo'lsangiz, siz plyusni demoda emas, realda yo'qotishni boshlaysiz. Shuning uchun backtesting doim tavsiya qilinadi va bu uchun bizda alohida bo'lim bor. Backtesting qilish orqali siz misol uchun qilgan treyderlaringizni hammasini qo'shishingiz mumkin. Bo'layotgan holatlarda vaqtlarga va datalarga bog'lashingiz mumkin va shundan keyin siz backtestingizni umumiy holatda bu model sizga qanchalik ishlab berdi, qanchalik ishlamaganini ko'rib, u modelni o'zingizga real time'da qo'shib olishingiz mumkin yoki undan foydalanmasligingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun backtesting bu juda ham muhim. Va agar siz backtestingdan foydalanadigan bo'lsangiz, bu grafiklar, bu bo'lim sizga juda ham katta foydasi tegishi aniq. Keyingi bo'limimiz bu juda ham qiziq bo'lgan bo'limlardan hisoblanadi. Bu grafik bo'limi, ya'ni chartlar. Bu barcha turdagi, barcha yo'nalishdagi sizni hisobotlaringiz yig'ilgan bo'ladi va shu yerda siz o'zingizda bo'layotgan holatni vizualni ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, buni nima? Muvaffaqiyatli savdolar. Bu o'sha birinchi bo'limdagiga o'xshab ketadi. Ya'ni sizni profitingiz, sizni hozirgi akkaunt balansingizni shu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'sha grafik asosida o'zgarishi kunlik, haftalik, oyliklarni ko'rsatib qo'ygan. Bu sizga o'zingizni kuzatish uchun juda ham qulay. Undan keyingisi bu sizni pozitsiyaning grafiklaringiz, bu yerda misol uchun akkauntni o'zi foydada zararligi yoki sizni pozitsiyangiz va sizda 5-6 ta model bor. Modellardan nechtasi foydada, nechtasi zararlarni ko'rsatib beradi va sizda bir nechta instrumentlar bor. Deylik, bu yerda Nikkei bor, Yaponiya indeksi, Euro dollar, Sudokat va Nasdaq qo'shganmiz. Ya'ni qaysi instrumentlarda siz yaxshi ishlayapsiz, qaysilarida zararga ishlayapsiz va bu yerdan ham o'ziga kerakli instrumentlar olib qolib, ishlolmayotgan instrumentlaringizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari qo'shimcha ravishda yana 12 ta narsa bor. Ya'ni entry signallaringiz qaysilar o'xshayapti, key levellar, stop losslaringiz, take profitlaringizni qanchalik siz boshqara olyapsiz va marketdagi holatlarda qanchalik siz to'g'ri bashorat qilyapsiz, bularni ham bemalol ko'rib, o'zingizga data yig'sangiz bo'ladi. Ya'ni siz agar tushunayotgan bo'lsangiz, bu juda ham katta sizga informatsiya beradi. Undan keyingisi bizga juda ham kerak bo'lgan narsa va ko'pchiliklarda muvaffaqiyatga olib chiqishi yoki uni teskarisini qiladigan narsa bu risk reward, ya'ni error. Bunda kunlik errorimiz nechaga ketyapti? Haftalikda qanaqamiz? Akkauntlarda, modellarda xuddi shunga o'xshab instrumentlarda qanaqa bo'layotgan errorlarni hisoblab beradi. Va buni mantig'i nimadan iborat? Siz grafik bo'limida har bitta modelingiz, instrumentingiz, qaysi pozitsiya, qaysi sessiyada siz yaxshi ishlayotganingizni bilib olib turib, o'zingizga deyarli ideal vaqt, instrument va pozitsiya key levellarda ajratib olishingiz mumkin bo'ladi. Bitta narsa borda, siz misol uchun oltinni yaxshi ko'rishingiz mumkin trade qilishda yoki indekslarda yoki stokda, Apple'larda yaxshi trade qilishingiz mumkin, ya'ni yoqtirishingiz mumkin. Lekin siz ko'proq zarar ko'rayotgan bo'lsangiz, misol uchun siz Netflixda kompaniyalar aksiyalarida zarar qilyapsiz, lekin uni yaxshi ko'rasiz. Lekin Apple'da kamroq qilyapsiz, lekin unda savdolarni yaxshiroq qilyapsiz. Va shuni siz vizualni ko'ra oladigan bo'lsangiz va buni tushunsangiz, o'zingizni mindsetingizni o'zgartirsangiz bo'ladi. Va umuman olganda trend jurnalida asosiy funksiyasi shundan iboratki, siz maksimalni o'zingizga emotsiyalaringizdan yiroqlashtirasiz va tizimli savdoga, aqliy savdoga, logika bilan ishlashga kirasiz. Ya'ni maksimalni bu yerda emotsiyalarni yo'qotishga harakat qilingan. Keyingi bo'limimiz ayniqsa fundamental analiz bilan shug'ullanadiganlar uchun yoki bo'lmasam yangilikda ko'p yeb qo'yganlar uchun mos keladi. Bu yerda yangiliklar bo'limi mavjud. Yangiliklar bo'limida siz hozirgi bo'layotgan holatni ko'rishingiz mumkin vizualni. Undan tashqari marketdagi o'zining umumiy holati bu birinchi dashbordimizga o'xshab ketadigan grafik hisoblanadi. Bozordagi holatni, bondlarda, foreksda, kriptoda, indeks tokenlarda qanaqa holat bo'layotganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari top yangiliklar, top kutilayotgan holatlar shu yerda chiqadi. Bundan tashqari bu yerda interest rate bor, ya'ni foiz stavkasi har bitta mamlakat doirasida. Agarda siz shu narsalarni ham qo'shadigan bo'lsangiz, bu sizni tradingni win rate'ini albatta oshiradi. Bundan tashqari siz agarda sessiyalar bilan vaqtga qarab yaxshi trade qiladigan bo'lsangiz, bu yerda sessiyalarni ko'rib turishingiz, foreksdagi bo'layotgan o'zgarishlarni qo'shishingiz mumkin va korrelyatsiyalar ham mavjud va hammasi real time'da. Ya'ni hozirgi bo'layotgan daqiqada hisoblanayotgan datalar hisoblanadi va undan tashqari earning kalendarlar bor. Bu yerda agar siz stock market bilan ishlaydigan bo'lsangiz, bu yerda chiqishi mumkin bo'lgan, ya'ni yaqinda chiqadigan hisobotlarni shu yerda e'lon qilinadi va shu yerdan olib turib informatsiyalarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bugungi, ertaga, keladigan haftada, keyingi oy, keyingi haftalarda qanaqa earning kalendarlar sizdan borligini filtrlab turib, ko'rib kompaniya aksiyalarini sotib olishingiz mumkin. Xo'p, umuman olganda keyingisi research va leaderboardlarimiz qoldi. Ya'ni leaderboardda siz qaysi akkauntingiz, pozitsiyangiz
instrumentlaringiz to'piga ketayotganini ko'rsatib beradi. Resurslarda siz to'playotgan ma'lumotlarni shu yerda o'ziga yig'ishingiz mumkin. Ya'ni sizni tasavvur qiling, hamma ma'lumotlaringiz, miyangizdagi hamma ma'lumotlar shu bitta Notion planga yig'ilgan va buni doimiy ravishda yig'ib qo'shib kattalashtirib ketaverasiz va siz trade qilishdan oldin, savdo qilishdan oldin shu yerda hamma narsalaringizni ovora bo'lmasdan, yo'qotib qo'ymasdan bosqichma-bosqich ko'rib, tekshiruvdan o'tkazib, keyin savdoga tizimli ravishda kirsangiz bo'ladi. Bizning trading jurnalimiz faqatgina tizimli savdodan tashqari o'zingizni trader sifatida psixologik, mantiqiy va boshqa taraflarni rivojlantirish uchun ikkinchi bo'lim bor. Ya'ni chap tarafda ko'rib turgan bo'limimiz bu birinchisi topshiriqlar, maqsadlar, odatlar, qaydlar, mutolaa, resurslar va shaxsiy moliya va chalg'ish. Ya'ni bu yerda nimalar keltirilgan? Misol uchun siz agar o'zingizga qo'shimcha topshiriqlar qilayotgan bo'lsangiz, o'zingizga vazifalar yuklasangiz, topshiriqlarni sirazu qo'shishingiz, maqsadlaringizni qo'yishingiz, o'zingizda misol uchun har xil odatlaringiz bo'lishi mumkin. Ya'ni sessiyalarni kechiktirish, vaqtga qaramaslik yoki bo'lmasam stop loss olgandan keyin umuman analiz qilmasdan prosta emotsiyaga berilib kirishingiz. Shularni odatlar bo'limida yo'qotishingiz mumkin va qaydlarda sizda qanaqadir holat bo'ldi, misol uchun siz yangi paytda noto'g'ri savdo qilib qo'ydingiz yoki bo'lmasam sizga yoqmagan holat bo'ldi, buni qaydlarga kiritib qo'yishingiz mumkin bo'ladi va umumiy holatda o'zingizni shakllantirasiz. Va bu yerda mutolaa bor. Mutolaada tradingga asoslangan juda ham kuchli treyderlar tarafidan fundamental yozgan kitoblar bor. U yerga kirib turib, bemalol o'sha kitoblarni o'qiyotganingizni jarayonni ko'rsatishingiz mumkin. Misol uchun buni hozir sizga ko'rsataman. Xo'p, bu yerda qanaqa kitoblar bor? Disciplined trader, ya'ni intizomli trader, intellektual trader, investor ekan. Intellektual investor misol uchun juda ham ko'pchilik biladi, juda ham mashhur kitob. Warren Buffett ustoz tarafidan yozilgan. Shuning uchun hammaga o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Bu retail trader bo'lasizmi, misol uchun stock marketda ishlaysizmi, forexmi, kriptomi, hammasiga taalluqli va bu asosiy ravishda value trading bilan o'rgatadi. Va shu kabi bizda kitoblarda ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari eng yaxshisi bu moliya bor. Ya'ni siz faqatgina trading emas, bu yerdagi o'zingizni hozirgi holatingizdagi, ishingizdagi, trading akkauntingizdagi, jamg'armangizdagi, investitsiyangizdagi daromadlaringizni, kirim-chiqimlarini hammasini hisoblashingiz mumkin va bular hammasi vizualni sizga ko'rsatib turiladi. Misol uchun bu yil nechta qildingiz, oldingilari qancha qilgansiz, hammasi qilinadi va bu yerda chap tarafda o'zining funksiyalari bor. Ya'ni yangi akkaunt qo'shish, daromadlaringiz, o'tkazmangiz, sizda qanaqadir holat borda, sirazu o'tkazasiz. Va umuman olganda tradingda ham, jamg'arishda ham, moliyada ham bu birinchi o'rindagi narsa bu o'zingiz kuzatib borishingiz. Ya'ni qancha pul rasxod qilyapsiz, qancha kirim bo'lyapti, nimalarga sarflayapsiz, qanaqa trade'laringiz muvaffaqiyatli ketyapti, qanaqalari muvaffaqiyatsiz ketyapti. Shularni siz vizualni kuzatadigan bo'lsangiz, ularni to'g'rilashingiz ancha yaxshi bo'lib ketadi. Trading jurnal haqida va undan tashqari o'zimiz tuzgan jurnal haqida qisqacha ma'lumotlar bo'ldi. Agarda sizga ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa yoki trading jurnalidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, men pastga opsiyaga Telegramdan qoldirib ketaman. O'sha yerdan o'tib turib, Telegram adminlariga yoki Telegram kanalidan bularni o'ziga olishingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari qo'shimcha savollaringiz, shu yo'nalish bo'yicha bu fikrlar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Ko'rishguncha xayr.